Har bir musulmon borki, jannatiga kirishlikka harakat qiladi. Jannat azizlar, bu afsona emas azizlar. Musulmon banda jannat haqida gap ketganida bu narsani bir ertakdek qabul qilish kerak emas. Jannat bu haq narsa. Alloh taolo bizga va'da qilgan abadiy makon. Payg'ambarimiz alayhisalom Mirojga chiqqanda ko'rganlar jannat. Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "El-jannatu mi'a daraja" dedilar. "Ma bayna kulli darajatayn masiratu mi'a amin" dedilar. Ya'ni Rasulimiz alayhisalom jannatni ta'riflab aytibdilarki, jannat bu 100 daraja. Har ikki darajaning orasi 100 yillik yo'l masofa qarang. Afon degan sahoba mana shu joyga qo'shimcha qo'shib aytgan ekanlarki, kama bayna samai ilal ardi. Ya'ni 100 yil deganda yer bilan osmonni masofasicha degan qo'shib qo'ygan ekanlar shu joyga rivoyat qilayotganda. Demak, darajotlarni bir darajasidan ikkinchi darajasining yo'li mana shu yer va osmonchalik bir-biridan uzoqda. Wal firdavsu a'laha darajatan. Endi Jannatul Firdavs eng oliy darajadagi jannat ekan. Undan 4 ta anhor oqib chiqadi deyaptilar payg'ambarimiz alayhisalom. Wal arsh min fawqiha. Allohning arshi ham o'sha Firdavsning tepasida dedilar. Bu orqasidan payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, Allohdan o'sha Jannatul Firdavsga kirishni so'raylar dedilar. Alloh hammamizni Firdavs jannatida jamlasin azizlar. Endi jannatga kirish bir rohat. Lekin bilasizmi? Jannatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishlik qanchalik endi. Har bir musulmonning orzusi shu. Jannatga kirsak va Rasulimiz alayhisalom bilan birga bo'lsak. Jannatga kirishlikda Alloh taolo bizga juda ham oson qilib qo'ydi azizlar. Man qala la ilaha illalloh dakhalal jannada aslida. La ilaha illalloh degan odam borki jannatga kiradi. Bu sahih hadis. La ilaha illalloh deb Allohga iymon keltirgan banda borki jannatga kiradi. Qilgan gunohiga yarasha azob oladi, jazolanadi, lekin jannatga kiradi. Lekin jannat aytganimizdek darajotdan iborat.